Gazni ham o'pirib o'rgandir bu. İchiga musorli yig'ib. Rasa loy oqdimi? Teshilgan ekan? Ha. Xayr. O'rtoq, qalaysan? Charchamasdan. Mana bu pasport sertifikatlari. Sinfdoshlarni santexnik bo'lgani yaxshi-da, mana Garelka. Hop, bu yerda 325 titanimiz. Hoppa. Ke mashinasi shunday tortsa, tushadi. Olib kirib o'rnatib yuraverasan. Bilasan, mana bu suv kirishi, resirkulyatsiya tepasida anaqalarigacha bor. Pastga qo'yib bo'ldi. Qo'yib. Ya, mana resirkulyatsiya kerak emas bo'lsa, uni zagruchka qilib tashlaysan. Ha, buni. Mana bu tepasidan vixti bo'ladi, ikkiga mana bunga bitta 6 barli peridon qo'yib ketasan. 6 barli peridon. Nimaga desam, mana bu avtomat garelka ishlamay qolsa mabodo, texnika bezopasnost. Titan qaynab yorilib ketmasligi uchun. Tepada davleni qo'yib yuboradi. Va alaykum assalom. Xudo xolasa, ketma-ket 3 ta tochka yetadi, to'g'ri? 3 ta tochka emas, kerak bo'lsa 5 ta tochkagacha yetadi. Ichida 120 litr suv. Qisqasi 3 ga ko'paytiradigan bo'lsang, odam 30-35 gradus suvda cho'miladigan bo'lsa, shunda 360 litr suv bo'lyapti. Bu degani, ana 3 ta odam emas, 4 ta odam ketma-ket kirib oqizib qo'yib cho'milishiga bemalol yetadi deganda, inshaalloh. Oldida bilasan, mana bu yerda termostat qo'yib qo'yadigan joy. Hamdan garelka qo'yib qotirib yuborsang, mana bu garel uchi slifnoy. Mana bu 4 tali garelka bemalol yetadi bunga. Mana bu bitta kran qo'yib ketasan, sharoy. Uyi egasiga yetasan-da, 1 yilda 1 marta mana shu titanni o'sha kran ochib turib, mana bitta amerikanga qo'yasan, bo'shatib turib, bitta stanoy sim bilan bitta chaqatib yuborsa, nakiplari chiqib ketadi, ikkigan zakon ishlayveradi buyog'iga. Kerak bo'lsa bir o'zi 5 yil garantiya beradigan bo'lsa, 5 yil, 10 yil emas, kerak bo'lsa 30 yil, 40 yil ham xizmat qiladi.